Bugungi kunda inson ruhiyatiga e'tibor qaratish, psixologik yordam ko'rsatish dolzarb masalalardan biriga aylangan. Shu munosabat bilan Namangan shahridagi 3-umumta'lim maktabida ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan psixologlarning malakasini oshirishga qaratilgan nazariy va amaliy seminar-treninglar tashkil etildi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi hamda Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi hamkorligida ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusidagi seminarda Maktabgacha ta'lim tashkilotlari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan psixologlar, pedagoglar va soha mutaxassislari ishtirok etdilar. Asosiy maqsad psixologlarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini zamonaviy ilmiy yondashuvlar, innovatsion metodlar hamda amaliy psixologiya tajribasi bilan boyitishdan iborat bo'ldi. Unda ta'lim tashkilotlarida psixologik xizmat faoliyatini samarali tashkil etish, o'quvchilar hamda tarbiyalanuvchilarning ruhiy salomatligini qo'llab-quvvatlash, ota-onalar va pedagoglar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari muhokama qilindi. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazi tomonidan respublika miqyosida onlayn va oflayn tarzda umumiy o'rta ta'lim muassasalari va maktabgacha ta'lim muassasalari psixologlari uchun amaliy seminarlar bo'lib o'tmoqda. Respublikada xizmat qilayotgan amaliyotchi 10 mingdan oshiq psixologlarni 700 nafaridan biz trenerlarni tanlab olyapmiz. Kerakli bo'lgan ma'lumotlar yetkazilyapti. O'ylaymanki, bu yerda olinayotgan bilimlar, bu yerda olinayotgan ma'lumotlar har bitta psixolog o'z muassasasida va borgan joylarda kaskadyor trener sifatida ham bu ma'lumotlarni yetkazadi va ularga manfaatli bo'ladi. Namangan viloyatida umumta'lim maktabi va maktabgacha ta'lim tashkiloti psixologlari uchun ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Ta'lim tashkilotlaridagi pedagog va tarbiyalanuvchilar va o'quvchilarda suistit, holding, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish maqsadida o'quv seminari tashkil etildi. Seminar pedagoglarimizda ijobiy, yaxshi taassurotlar qoldirdi. Seminarda maktabgacha ta'lim tashkilotlari psixologlari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagoglari uchun alohida mashg'ulotlar tashkil etildi. Maktabda inklyuziv sinflarni tashkil etish, muvaffaqiyatli inklyuziya, individual trayektoriya hamda shunga o'xshash mavzularda ishtirokchilar o'z bilim va tajribalarini oshirdilar. Savollarga mas'ullar tomonidan atroflicha javob qaytarildi. Ta'limda psixologik farovonlikni birga yaratamiz shiori ostida o'quv seminar dasturini o'tishyapti. Psixologlarning malakasini oshirish, o'quvda bo'layotgan sustlik, o'qituvchilarda uchrayotgan suistitlar, bolalarga qattiq tegishlar, shularni oldini olish maqsadida olib borilyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Biz juda ko'p ma'lumotlarni bilyapmiz. O'zlashtirishi past bo'lgan bolalar bilan ishlashni, u bolalarga qanday yordam kerakligini biz o'rganib, ilmda ham doimiy kunda qo'llab boryapmiz. Seminar ishtirokchilariga o'z tajribalarini o'rtoqlashish va boshqalarning tajribasidan o'rganish imkonini beradi. Albatta, bu kabi mashg'ulotlar soha xodimlarining malakasini oshirish, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish hamda bolalarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlashga xizmat qiladi.